Birinchi maydan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Onlayn murojaatlar muddati nazorat qilinadi. Alimentdan qarzdorlarga ayrim turdagi kredit va davlat xizmatlari cheklanadi. Avtomobilsiz kun va avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkaziladi. 10 ming qadam piyoda tajribasi va barxels.uz platformasi qayta tiklanadi. O'zbekiston davlat organlarida qog'ozdan foydalanish kamaytiriladi. Umraga borish uchun yagona portal orqali ro'yxatdan o'tish majburiy bo'ladi. Infarkt va insultga qarshi kurashish milliy dasturi ishga tushiriladi. Aqlli migratsiya shoxobchalari ishga tushiriladi. Arxiv xizmatlarini ko'rsatishda ayrim hujjatlarni talab qilish bekor qilinadi. Yosh ekolog ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Ayrim korxonalar foyda solig'ini 50% kamaytirilgan stavkada to'laydi. Toshkent va Xiva o'rtasida Hyundai Rotem tezyurar poyezdi qatnay boshlaydi. Yoshlarni harbiy qismlarda kasbga o'qitish xarajatlari qoplab beriladi. Qishloq va suv xo'jaligi muhandislarini tayyorlash tizimi takomillashtiriladi. Tashqi savdoda taqiq va cheklovlar oldindan e'lon qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.